Mahalla telekanalda Mahalla tongi dasturi barchaga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilaymiz va ayni daqiqalarda hamkasbimiz Jasurbek Sharofiddinov jonli reportaj uchun tayyor turibdi. So'z hamkasbimizga. Assalomu alaykum. Mahalla tongi dasturi muxlislari, barchangizga tong xayrli bo'lsin. Yaxshi dam oldingizmi? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Biz to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz va barchangizga yaxshiliklardan sog'inamiz. Qo'limda Qashqar rubobi, bejizga kuy bilan boshlamadik. Aynan bugun biz rubob haqida gaplashamiz. O'zim emas, aynan bizni jonli efir davomida suhbatdoshlarimiz bor. Qadrdonim, tan oling, yoshligingizda bir marta bo'lsa-da rubobni qo'lingizga ushlagansiz, to'g'rimi? Ko'pchilik deyarli bir 50% yoshlar aynan rubobni ushlab, rubob cholg'usini chalib ko'rgan. Bu rubobmi deydi, dutorni ham, tamburni ham rubobmi? Chunki rubob keng tarqalganda. Aynan Qashqar rubob, adashmasam, Prima ruboblari, afg'on ruboblari, shunaqa ruboblar bor. Biz ham yoshligimizda musiqa maktabiga qatnaganmiz va ustozlarimiz Tohir aka Ahmedovdan dars olganmiz. O'z o'rnida ustozimizga minnatdorlik bildiramiz. Qadrdonim, biz ushbu fursatlarda suhbatdoshlarni birin-ketinlikda taklif etish istagidamiz. Diqqat qiling, rubobni sozgarligi va ijrochiligi UNESCOning Hukumatlararo qo'mitasining 19-majlisida insoniyat nomoddiy madaniy merosining reprezentativ ro'yxatiga kirgan. Bu nomzodnoma Eron, Tojikiston va Afg'oniston bilan birgalikda tayyorlangan. Keling, yanada to'liqroq ma'lumotlarni, yanada bir musiqaga boy bo'lgan atmosferani e'tiboringizga havola qilish uchun San'atbek akamizni taklif etmoqchimiz. Assalomu alaykum San'atbek aka. Tong xayrli bo'lsin. Jonli efirdamiz Mahalla tongi dasturidan. Kayfiyatlar yaxshimi aka? A'lo darajada. Rubobga rozi bo'lasiz. Kuy chalgandek bo'ldik. Endi bir yoshlik davrini eslab oldik-da ochig'i. Yaxshi. Kayfiyatlar zo'r. Zo'r. Ko'z tegmasin. Dastavval rubob haqida ozgina ma'lumot beraylik. O'zimcha aytdim, Qashqar rubob bor dedim, afg'on rubob bor dedim. To'g'ri, Uni yasalishi nimadan yasaladi? Nomi Qashqar rubobi. Bu Qashqar rubobi. Qashqar rubobi 1936-yilda o'sha bizni bastakorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammadjon Mirzayev Shohimardonni, o'sha So'lim Shohimardonni sayliga borib qolganda, o'shanda ko'rganki, Uyg'ur millatiga mansub Qashqarlik degan mahallalari bor, qishlog'i bor. O'sha yerda bir Mamatoxin degan inson kichkinagina shu rubob ko'rinishidagi cholg'uni olib, jarchi sifatida odamlarni saylga chorlab yurgan paytda Muhammadjon Mirzayev buni ko'rib qoladi va tomoshadan keyin xarid qilib Toshkentga olib kelib va usta Usmon Zufarov bilan birgalikda mana shunday Qashqar rubobni ko'rinishigacha juda ko'plab izlanishlar natijasida siz ko'rib turgan Qashqar rubobni paydo qiladi. U cholg'uni haqida gapiradigan bo'lsak, nima deydi, bu cholg'umizni dastalari qisqaroq bo'lgan, ya'ni 14 ta parda bo'lgan. Mana bu kosasi kichkina bo'lib, bu terisi ilon parda qoplangan. Simlari esa bunaqa metal simdan bo'lmagan. Mana jilkali simdan bo'lib va u endi Muhammadjon Mirzayev o'zini g'o'dasiga mos qilib uni kattarog'i, yiriroq kattaroq qilib, kosalarini ham mana katta qilib, juda ko'plab izlanishlar bilan Qashqar rubobni shu 1937-yilda bizning To'xtasin Jalil nomidagi ansamblga qo'shgan. Ungacha endi shu tambur, g'ijja cholg'ulari bo'lgan, lekin ungacha Qashqar rubob cholg'usi hali bo'lmagan. U inson o'zi mandarin cholg'usini chalib yurib, shundan ilhomlanib Qashqar rubob cholg'usini. Mandarin degan cholg'u ham bor. Ha, cholg'u bor. Endi boshqacharoq u. Tushunarli. Endi so'nggi paytlarda rubobni yasalishi hozir standartmi? Kosasi, endi hozir shunaqa, odamni jussasiga qarab yasalyapti. Yo'q, 37-yildan boshlab shu Qashqar rubobni ommaga taqdim qilgandan keyin, ansamblga taqdim qilgandan keyin fabrikalarda shu musiqa maktab o'quvchilariga mos qilib, qovurg'ali qilib, dastalar ham albatta kichkina holatda yasalgan keyin. Zo'r. O'zi birinchi bitta savol bor-da. Musiqa maktabda musiqa bo'yicha tahsil olaman deb kelgan yosh o'quvchiga nima dars o'tiladi dastavval? Rubob haqida tushuncha bersangiz kerak. Bu parda, bu quloq,
shoh degandek. Ha, endi Qashqar rubobni 12 xil tuzilishi bor. O'zi Diqqat qiling, rubobga qiziqadiganlar. Qashqar rubob cholg'usini 12 xil tuzilishi bor. Endi birinchi tuzilishi aytadigan bo'lsa, rubobning mana bosh qismi va 5 ta quloqlari, Aha. va 2 ta xarragi bor. Mana bunda kichkina xarrak Aha. va katta xarrak bor. Aha. Va mana bu uzun ko'rib turgandek dasta. Bu dasta deyiladi. Mana bu esa yuqorida aytib o'tgandek 24 ta parda. Pardalar. Avvalgi rubobda 14 ta parda bo'lgan va uni 24 ta pardagacha kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lgan va mana ko'rib turganingiz shunchaki bu bezak uchun qo'yilgan. Buni hech qanday Hech qanday tovushiga, Ovoz ahamiyatiga hech qanday Ha. foydasi yo'q. Shunchaki bu bezak uchun qo'yilgan va keyin torlar mana birinchi tor, ikkinchi tor, uchinchi tor e'tibor qilgan bo'lsangiz metal simdan qo'yilgan. Nima uchun? Jarangli tovush bo'lgani uchun Qashqar rubob cholg'usi ovozni nima deydi, yana ham ko'rkam qilib beradigan, ya'ni hofizlarimizni ovoziga yaqin va ular bilan birgalikda ashulalarda jo'r bo'lib yuradigan cholg'ular sarasiga kiradi. Ya'ni eng jarangli. Siz ta'kidlab o'tdingiz, Afg'on rubob dedingiz, Prima rubob. Bu Qashqar rubobning oilasiga mansub cholg'ular. Bu cholg'u o'rta registrga kiradigan bo'lsa, Afg'on rubob cholg'umiz esa pastki registrga kiradi va yuqoriga registrga kiradigan o'sha Prima rubob cholg'usi. O'zi bizda 9 ta oktavamiz bor. Bu oktava degani shu 7 ta do, re, mi, fa, sol, la, si'miz turli xil ovozlarda ketma-ket kelishi oktava deyiladi. Bu cholg'umiz aynan Qashqar rubobning ovoz imkoniyati kichik oktava ladan 3-oktava lagacha keladi. Aha. 3-oktava lagacha. bor. Ha, Qashqar rubobda 3 ta oktava bor. Afg'on rubob desa kichik oktava ladan 2-oktava migacha keladi. Do'stlar, hozir bu 1 yillik darsni hozir o'tib qo'yaptilar. Keling, hozir hisob-kitob qila olmayapti ko'pchilik. Undan ko'ra bitta musiqa eshitamiz endi, maylimi? Qaysi siz aytib o'tdingiz, hammani esida bor o'sha o'zimizning milliy kuylarimizdan. Hamma masalan Qashqar rubobni qo'liga ushlagan inson borki, bu kuyni menimcha hammasi eshitgan. Shuni o'rganishadi birinchi bo'lib. Birinchi bo'lib endi shuni kuylardan o'rganib, O'zingiz qaysini o'rgangansiz? endi biz ham shu kuydan Shu kuydan, ha? Mana qarangki, yillar o'tib o'zimiz ham ustoz darajasiga kelib qoldik. Davomli bo'lsa. Eng yaxshi ko'rgan bitta kuyizni chalib berasiz. Vaqtimiz u qadar ko'p emas, bilib turibmiz. O'rtoq rejissyorlar ishora berishadi hozir, lekin eng yaxshi ko'rgan bir quvnoq bor. Yashay. Bejizga San'atbek akam ustozlik darajasiga chiqyapmiz. Shukur demayaptilar, chunki shogirdlari ham shu yerda. Taklif etsak bo'ladimi? Ismlari? Baxtiyorov Avazbek. Avazbek, assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Kayfiyatlari yaxshimi? Tong xayrli bo'lsin. Kayfiyatlari yaxshimi? Yaxshimisiz? Tonggi efirdamiz, jonli efirdamiz. Qachondan beri shogirdsizsiz? Necha yil bo'ldi? 7 yil. 7 yil. 7 yil davomida eng yaxshi ko'rgan bitta asaringizdan eshitdik. Ozgina bo'lsa ham, qani?
yashang. Buni ovozi boshqacharoq, qanaqa rubob bu? Bu endi nima ustozimiz Tohir Rajabiy ta'kidlagandek, bu ruboblarimizni aslida Qashqar rubob deb aytilishi endi o'sha sizga aytdim, o'sha Qashqarlik qishlog'idagi cholg'udan andoza olganligi uchun hurmat yuzasidan Qashqar rubob deyilgan. Lekin aslida bu Toshkent rubobi. Chunki bu rubob aynan shu Toshkentda paydo bo'lgan. Endi Qashqar ruboblarni bular ko'rib turganingiz professional darajada yasalgan. Endi har bir ijrochi borki, baribir o'zini istalgan cholg'usi bo'ladi o'ziga xos. Albatta. Shuning uchun endi o'zimga mos qilib, masalan, bu boshqa ustaga yasatirganmiz. Endi bu Qashqar rubobimizni shu boshqa ustalarimiz. Hozir O'zbekiston Davlat konservatoriyasi muzeyida shunday ustozlarimiz hozir Qashqar rubobni juda ham takomillashtirilgan holda, hattoki hozir musiqa maktabi bolalariga ham o'sha zakazga yasab beriladi. Buyurtmaga, Buyurtma juda ham asosida go'zal, yasalgan. juda ham go'zal. Rahmat kattakon. Va bu ko'ngilochar dastur bo'lganligi uchun oila a'zolaringiz, yaqinlar tomosha qilyapti-da. Bir og'iz tilaklar kasbdosh do'stlarga marhamat. Hammalarga kun xayrli bo'lsin. Qashqar rubob cholg'usiga qiziqadigan yosh farzandinglar bo'lsa, albatta beringlar, chunki bu cholg'ularimiz ommalashib, hozir juda ham yana ham keng tarqalishda davom etmoqda. Hammalarga nima deydi, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Salomat bo'ling. Salom deb qo'ying. O'zi asli san'atkorlar qo'y meni gapirtirmam, kuy chalib bera qolay yoki qo'shiq aytib bera qolay deyishadi. Bu aynan San'atbek akamizni ma'lumotini aytamiz. Qanday guruhingiz bor edi? Mavrid Band. Mavrid Band jamoasiga alohida ravishda minnatdorlik va omad yor bo'lsin deymiz. Bu mahalla tongi dasturi uchun maxsus bo'ldi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Studiyaga qaytamiz. Salomat bo'ling.